Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz, o'zimiz ham, molimiz ham, hamma narsamiz Allohniki va inna ilayhi roji'un. Albatta uning huzuriga qaytib borguvchidirmiz. Agar kim mana shu kalimalarni aytsa musibat kelganda, inna lillahi va inna ilayhi roji'un, unga 3 ta mukofot bor. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun. Ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir. Ana o'shalar haq yo'lni topguvchidirlar. Musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deganlarga birinchisi Robbilari tomonidan salovat bor, ikkinchisi Robbisi tomonidan rahmat va'da qilinyapti, uchinchidan hidoyat topganligi aniq bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo doim o'zini qazo qadariga rozi bo'ladigan, qalbiga yoqmaydigan makruh sodir bo'lganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydigan solih bandalarda qilishni so'raymiz.